Qaynota va qaynonani nima deb chaqirish kerak? Biz o'zbeklarda urfimizda qaynota va qaynonani kelinlarimiz adajon, oyijon deb chaqiradi, kuyovlar esa ada va oyi deb murojaat qiladi. Endi ba'zi ilmsiz insonlar, bemazhablar, hadisni zohirini ushlaydiganlar aytadiki, o'zingni otangdan boshqani ota desang, senga jannat harom, Rasululloh aytdilar deydi. Bular payg'ambarga tuhmat to'qigan, yolg'on to'qigan kimsalar. Hadisning to'liq va to'g'ri matni Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslimda keladi. Sa'ad ibn Abu Waqqos aytadilar, Rasululloh aytdilar: "Man idda'a ila ghayri abihi va huwa ya'lamu annahu ghayru abihi, fal jannatu alayhi harom." Kim o'zini otasini bila turib, boshqa bir otasi bo'lmagan boshqa bir kishini bu mening otam deb iddao qilsa, da'vo qilsa, jannat ana o'shanga haromdir deganlar. Ya'ni nasabini inkor qilsa deyapti. Lekin hech qaysi bir kuyov nasabini inkor qilib qaynota va qaynonasini otam, onam demaydi. Yoki hech qaysi bir kelin o'zini ota-onasini nasabini inkor qilib, kuyovning ota-onasini mening haqiqiy otam, haqiqiy onam shu demaydi. Demak, urf shariatga xilof kelmas ekan olinadi.